Uyingizda shu kasallikka chalingan narkoman, igraman, alkogolik bormi? Juda afsusdaman. Bu nafaqat uni, balkim butun bir oilani fojiasi hamda sinovi ekanligini bilaman. Ko'pchilik ota-onalar ikki yo'l orasida qoladi. Uni ko'chaga haydab yuborishni ham bilmaydi, hamda u uchun, uni rahmdilligi uchun sarflanayotgan pullar, berilayotgan pullar, qoplanayotgan xarajatlar to'g'ri yo'l emasligini ham juda yaxshi biladi. Xo'sh, unda muammo nimada? Uni ko'chaga haydab yuborsangiz, aniqki jinoyatchiga aylanib ketishi yoki og'ir oqibatlarga borib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam, uni qarzlarini to'lash, muammolarini hal qilish bu yechim emas. Aksincha, uni o'limini tezlashtirayotgan sababdir. Chunki zavisimiy odam juda yaxshi biladi. U sizga rahmdilligingiz sababidan o'zini jazolanmasligini juda ham aniq biladi. Xo'sh, unda yechim qanaqa? Yechim bu qattiq qo'l sevgi. Uni qarzlarini yopish kerak emas. Uni rahmdilligiga, uni manipulyatsiyalariga ishonish kerak emas. Aksincha, uni qutqarib qolmoqchi bo'lsangiz, mutaxassislarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Shifokorlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Aniqki, tuzalish uchun hozirgi kunda bitta sababi bor. Uni keraklicha shifokorlarga hamda mutaxassislarga topshiring. Siz uni injiqliklariga emas, davolanishga pul sarflang. Esingizda bo'lsin. Bugun qattiq qo'l bo'lmasangiz, ertaga kech bo'lishi mumkin. Menga murojaat qiling, sababini birga qilamiz.